Aka tez turmasiz bo'lmaydi, kech qolyapsiz ishga. Kech qolsangiz mendan emas. Aka, kech qolyapsiz deyapman. Hozir moqi 5 minut. Voy, ishga kech qolibman-ku. Moqi! Ana, yana har kungi holatimiz boshlandi. O moqi. Ha, Nima vaqtli uyg'otmading? men siz million marta uyg'otdim. O'zingiz turmadingiz. Endi battar bo'ling. Aka, men choy ichmasdan ketyapsiz. Vaqtli uyg'otmading-ku. Kech qolib ketyapman-da endi. To'xtang. Ha? Bugun yakshanba-ku. Moqbek, uka. O'lding. Voy. Aka. Anaqa, dadam siz ingliz tili kursiga borishingizni tayinlagandilar. Xo'sh. Shu bo'ldi. Bugun shodga boramiz. Assalomu alaykum. Brand School o'quv markaziga xush kelibsiz. Sizga qaysi til kerak? Bizga ingliz tili bilan koreys tili kerak edi. Sizlarda bormi? Jinnimisan? Sen menga faqat koreys tili deganding-ku. Xavotirimni o'zim uchun so'radim. Ha, albatta. Bizning o'quv markazimizda koreys tili, ingliz tili va undan tashqari rus tili va turk tili kurslarimiz mavjud. Darslar malakali o'qituvchilar tomonidan zamonaviy sinf xonalarida olib boriladi va 0 dan sertifikat darajasigacha olib chiqiladi. Agar xohlasanglar, sinov darsi qilib ko'rishingiz mumkin. Dars qanday bo'ldi? To'g'risini aytaymi? Anu dugona shahlo bor-ku, u ham chetda ekan.